Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu videoni ko'rgan mijozlarimiz. Bu videoni ko'rganingizga afsuslanmaysiz. Nima uchun? Juda ham zo'r lokatsiyadan 4 xonali kvartiramiz sotilmoqda. Maydoni 96 kvadrat. Xullas, bir boshdan obzor qilaman, gapni ko'paytirmasdan birinchi o'rinda liftidan boshlayman do'stlar. Liftini ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda uyimizda 9 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Sergelini yuragidagi Titanik domlar hisoblanadi. Uyimizda 4-bekat metrosining yonginasida bozorcha, maktab bilasizlar, hamma shart-sharoitlar bor. Uyga kirganimizda mana birinchi bo'lib kattagina zalimizni ko'rishimiz mumkin. Remontimiz qanaqa? Kirib yashaydigan holatda, agarda xohlasangiz, agarda bu holatda kirib yashashni xohlamasangiz, bitta chiroyli remont qilsanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, mana shu ko'rib turgan mebellarni xohlasanglar tashab ketishadi, xohlasanglar olib chiqib tashlashadi. Chunki o'sha klient bilan kelishishga bog'liq. Bu yoq tarafimiz bitta bolalar xonasi, bu yoq tarafda bitta qizlar xonasini ko'rishimiz mumkin. Endi esa keyingi xonalarga o'tamiz. Uyimizning kvadratini aytdim 96. Bu yoq taraf bitta родительский spalni do'stlar. Yonginasida har doimgidek vannasi. Remontlariga e'tibor beringlar. Ozgina o't-bo'tida bor. Bu remont qilinganiga ham kami 15 yil bo'lgan. Endi bu yoq tarafiga o'tamiz. Umumiy hojatxonasi kengina. Ishoninglar, remont qilsanglar bu lokatsiyadan mazza qilib yashaysizlar. Bunaqa narxga chiqmagan bunaqa uy. Xo'p, endi lokatsiyamiz qayer deydiganlar uchun mana ko'rishingiz mumkin. 4-bekat metrosi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ana metro kelyapti. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana metroni kelishiga guvoh bo'linglar. Vot. Mana ko'rdinglarmi? Derazalarning tagidan metro o'tadi. Metroni oldidan 4 xonali kvartira, remonti bo'lmasa ham mayli, srochniga topib berukam deydigan klientlarimiz bo'ladi-ku. Bu videoni aynan o'shanaqa tanishlarimizga jo'natib qo'ysak bo'ladi. Uyimizning yonginasida kartinka bor. Mana bekatini ham ko'rsatib o'tib ketay. Mana bekatni ko'rishingiz mumkin. Mana yonginasida shunday pastga tushasizlar, metroga chiqasizlar. Xohlasanglar botga ijarachi qo'ysanglar ham eng kami $400 ga qo'yasizlar shu holatiga. Nima uchun? 4 xona. Undan tashqari mebellari ham bor. Remonti ham unaqa yomon emas. Agar qilaman desanglar, albatta remont qilish kerak. Agar yo'q, shu holatiga kirib yashab turaman deganlarga juda ham yaxshi variant. Undan tashqari uyimizni etaji juda ham yaxshi etaj hisoblanadi. Yana qo'shimchasiga bu uyimizni xohlasanglar qo'lingizda eng kami $50,000 pulinglar bo'lsa, $50,000 mayli $40,000 pulinglar ham bo'lsa, ipoteka xizmati orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Endi esa uyimizning narxlarini tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Xuddi shunga o'xshagan uylarni davomiy chiqarib turishimiz uchun videoyimizga hozirdan like bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki biz shunga o'xshagan variantlarni juda ham chiroyli narxlarda chiqaramiz. O'rtacha mana shu uyni, mana shu lokatsiyadan boshqa joylardan so'rasanglar, $85,000-$90,000 deyishadi. Lekin 4 xonali 4-etajda joylashgan 96 metr kvadratli kvartiramiz, 2 zal, 2 spalnili variantini bizning kanaldan $75,000 ga yana bir qism kelishtirib berish evaziga xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldirganman. Xohlasanglar qo'lingizda $40,000-$50,000 pulinglar bo'lsa, bu uyimizni bemalol ipoteka xizmati orqali ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Shu videoni o'sha metroni oldidan 4 xonali kvartira izlab yuradigan tanishlarimiz bo'ladi-ku. Aynan o'shalarga jo'natib qo'ysak, videomiz foydaliroq bo'lar edi va qaysidir yaqiningizga foydangiz tegib xursand bo'lardingiz, xursandchilikka sabab bo'lardingiz. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.